BMT bosh kotibi G'azo, Livan va Fors ko'rfazida o't ochishni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga munosabat doim, ayniqsa oxirgi yillarda juda salbiy. Sababi tashkilot tuzilganda asosiy maqsad sifatida dunyoda tinchlikni ta'minlash va urushlarni oldini olish belgilangan edi. Lekin biz Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'zidan ham shu gaplarni eshityapmiz, ya'niki bu hafta o'tayotgan yuqori darajadagi siyosiy forumda chiqish qilganlar aynan urushlar va global notinchlik barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshishini orqaga surayotganini gapiryapti. Masalan, men hozir BMT bosh assambleyasi zali oldidaman. Sanoqli daqiqalar oldin bosh kotib Antonio Guterres bu yerda so'zga chiqdi va u ham aynan global notinchlik va beqarorlik maqsadlarini orqaga surayotganini ta'kidladi. Urushlar, og'ir qarz yuklari, valyutalar zaiflashuvi, tengsizlik va azob. BMTning Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida yuqori darajadagi siyosiy forumning yalpi sessiyasida Antonio Guterres dunyoning hozirgi ahvoli haqida chiqish qildi. 15 daqiqalik nutqida u faqat bir martagina urushlarni to'xtatishga chaqirdi. Tashkilotning rejalari chippakka chiqayotganini ham qo'shimcha qildi. Afsuski, biz eng qiyin davrdamiz. Mojarolar ko'paymoqda. Eng oliy hokimiyatlarni tengsizlik qamrab oldi. Millionlab odamlar uzoq davom etadigan azob-uqubatlar, beqarorlik hamda ko'chmanchilik girdobida qolib ketmoqda. Bosh kotibning qo'shimcha qilishicha, rivojlanayotgan mamlakatlar og'ir qarz yuklari, valyutalarning zaiflashuvi, investitsiyalarning yetishmasligi, kreditlash xarajatlarining oshishi hamda cheklangan fiskal imkoniyatlar tufayli yuzaga kelgan moliyaviy muammolar qurshovida qolmoqda. Yaqin Sharqdagi mojaro tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasini ishdan chiqarishdan tashqari, yoqilg'i, o'g'itlar, oziq-ovqat narxlarining keskin oshishiga olib keldi. Global savdo, transport hamda turizmni izdan chiqardi, deydi u. Shuningdek, bosh kotib davlatlarni xalqaro huquqqa muvofiq milliy navigatsiya huquqlari hamda erkinliklardan foydalanishni hurmat qilishni so'radi. Bu bilan Guterres Hormuz bo'g'oziga shama qildi. Guterresning qo'shimcha qilishicha, dunyo ketma-ket 11-yil issiq davrni boshdan kechirmoqda. Agar iqlim o'zgarishi 1,5 darajadan pastda ushlanmasa, 2 darajadan o'tib ketsa, oqibati juda og'ir kechadi. Global muammolardan yana biri uy-joy inqirozi, boshpanasizlik. Davlatlar endi aholisi uchun aqlli, chidamli va xavfsiz shaharlarni qurish majburiyatini ham olishi kerak. BMT bosh kotibi kutilganidek pul yetishmasligidan nolidi. Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun har yilgi moliyaviy yetishmovchiligimiz $4 trillion deya aytib o'tib ketdi.